Ассаламу алейкум, do'stlar. Всем здравствуйте. Вот куда я пришла. Bu kompleksda mana uzun videolarim ham bor. Qurilish kompaniyasidan 1 yilga muddatli to'lovga xonadonlar mavjud, lekin bugun men sizlarga investordan zo'r taklif beraman, zo'r narx beraman, do'stlar. Bunaqa taklif kamdan kam. Dengiz, mana dengiz bu yerda 150-200 metr. Kompleksda akvapark, basseyn, hamma narsa bor. Juda ham chiroyli kompleks. Menga kommentariyalar juda ko'p bo'ldi buni holi bo'yicha, chunki mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli holiga ega. Liftlari ham chiroyli. Hozir xonadonga ham kiramiz. Do'stlar, mana podyezdamiz hozir. Podyezdni ham sizlarga ko'rsatishim kerak. Bitta etajda ikkita lift, mana zina, ikkita tomonda zina bor. Men hozir xonadonga kiraman. Judayam katta 1+1. Bunaqa 1+1lar kamdan kam bo'ladi. O'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Mana faqat bitta taklifim bo'ladi. Bu xonadon bo'yicha bu meni fikrim. Mana hozir sizlarga nima taklif etaman. Mana oshxona bilan mehmonxonani ko'rishingiz mumkin kattaligini. Mana kirish qismidaman hozir. Men nima qilardim? Har doim bu narsani ham sizlarga aytaman. O'zimning fikrimni, mana do'stlar. Bu kirish qismidagi mana shkaf. Men shunichi bunaqasiga o'girgan bo'lardim. Mana bu yoqqa aylantirardim. Chunki koridor ajraladi. Mana kirish qismi. Chunki ko'pchilik menga aytadi, "Voy, kirish bilan mehmonxonaga kirar ekan, oshxonaga kirar ekan, menga shunisi yoqmadi" dedi. Buni zo'r to'g'rilasa bo'ladi. O'zim qilib beraman. O'zim ustalarim bor. Mana shuni bu yoqqa bundoq o'girasizlar. Bo'ldi. Sizlarda koridor bo'ladi alohida va mana oshxona, mehmonxona kattaligini qaranglar. Toza 55 kvadrat. Toza 55 kvadrat. 3 ta xonadon mavjud sotuvda investorlarda. Qaranglar qanaqa chiroyli manzara, masjid, balkonni qaranglar kattaligini. Tog' manzarasi. Dengiz emas, bu tog' manzarasi. Lekin hech qachon sizlardan bu manzarani hech kim olib qo'ya olmaydi. Go'zalligini qaranglar. Bu Tejja rayoni do'stlar. Mana voy dengiz ham bor ekan. Mana dengizimiz ham bor. Dengiz bor, tog' bor. Qanaqa go'zallik. Masjid bor. Azonni ovozi bilan uyg'onasizlar tong saharda. Balkonni kattaligini qaranglar. Demak, 3 ta xonadoni mavjud bo'ldi. 4-etajda, 1-etajda va mana 14-etajda. Investordan to'liq jihozlangani ham bor. Hozir mana yotoqxonaga kiramiz, keyin sanuzelni ko'rsatamiz. Yotoqxonani ham kattaligiga e'tibor beringlar. Mana qanaqa katta yotoqxonasi bor. 16 kvadrat keladi do'stlar bu yotoqxona. Mana juda ham katta yotoqxona va albatta sanuzel. Sanuzelni ham ko'ringlar mana. Kir mashinani joyi bor, tepaga bemalol xohlasanglar men o'zim sizlarga shkaf qildirib beraman. Rakvina qismi, dushovoy kabina, tualet installyatsiya. Mana do'stlar, yana bir bor sizlarni aylantirib xonadonni ko'rsatib chiqaman. Narxlari opisaniyada bo'ladi. Har bitta qavatni narxini yozib ketaman sizlarga. 1-qavatda to'liq jihozlangani bor, 7-qavat va mana 14-qavatda shunaqa bo'sh xonadonlar mavjud investorlardan. Xohlaganingizcha bu yerda planirovka qilsanglar bo'ladi, o'zingizlar to'g'rilab. Qaranglar, meni fikrim. Bu yoqqa ovqatlanadigan zona, mana o'zi so'rayapti shu. Bu yoqqa divanni qo'yasizlar. Mana bunaqa qilib ovqatlanadigan zonani ajratsanglar ham bo'ladi, uglovoy divan va albatta bu yoqqa televizorni qo'yasizlar. Arendaga juda ham вот прям мощное предложение, do'stlar. Arendaga bu xonadonni kunlik hech bo'lmaganda 50-70 dollardan men sizlarga topshirib beraman. Oylik arendaga indamay 450-500 dollarga ketadi bu kamida. Sezonda 600-700. Agar kimdir sizdan 1 oy, 2 oyga arenda olmoqchi bo'lsa, kamida 600-700 dollardan oylik arenda qildirib beraman. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Mana bugun
Tamiyuk rayoniga keldik. Mashhur bo'lgan Lavinia Aleoglu kompaniyasidan, investordan xonadon. Mana hozir kirish qismida kirishinglar bilan mana javon, sanuzillar ham mana ko'rsataman yana bir marta sizlarga. Mebel, texnika hammasi ichida 53.000 yevroga. Mana shu xonadon, mana spalnining kattaligini ham kuzatsanglar bo'ladi. Mana bu yerda o'zini texnik balkoni bor. Teritoriyani ham sizlarga ko'rsataman. Mana dengiz 300 metr atrofida. Bu yerdan ham yursanglar bo'ladi, bu yerdan ham yursanglar bo'ladi. Mana dengiz ozgina ko'rinib turibdi. Nima ko'rayotgan bo'lsanglar, xonadonda hammasi qoladi. Men mehmonxona, oshxona qismiga keldim. Mana xolodilnigimiz bor, kir mashina bor, gaz plita bor, vitishka bor. Mana 2 oygina foydalanilgan bu xonadondan. Bo'ldi, hech kim boshqa turmagan. Sovg'asi ham bor. Mana divanni ko'rsanglar bo'ladi, raskladnoy divan. Hozir terrasani ko'rsataman, balkonni kattaligini ko'ringlar. Mana dengiz. Demak, biz 6-qavatdamiz. Mana dengiz ko'rinishi bor. Bu yerda ozgina, bu yoqda ozgina, bu yoqda ko'proq va bu yoqda tepadan turib sizlarga teritoriyani ko'rsataman. Akvapark, basen, aktivda hamma narsa ishlaydi bu yerda. Bizning oilaviy o'zbekistonliklar bor bu yoqda. Asosiysi juda ham bir qiziqarli, yaxshi, juda ham go'zal oila. Sauna, hamma narsasi bor. Ayollarga alohida, erkaklarga alohida. Mana yozda ishlaydigan akvaparkimiz bor. 15-maydan ishga tushadi. 15-sentyabrgacha. Dengiz bo'tdan mana aytib o'tdim, yana qaytaraman. Bu yoqdan ham yo'l bor, bu yoqdan ham yo'l bor. 300 metr dengizgacha. Mana qanaqa katta terrasasi bor. Bemalol buni jamstikleniya qilib ovqatlanadigan xona qiladi ko'pchilik. Sizlar ham shu narsani qilsanglar bo'ladi. Yana bir marta mana sizlarga oshxona, mehmonxonani ko'rsataman. Kattaligi juda ham yaxshi. 1+1 xonadon. Assalomu alaykum. Yana bir marta bugun sizlarga 2-3 xil, balkim 4 xil, 5 xil variant kvartira ko'rsataman. 1+1. Men hozir xonadonni derazasidan qaramayapman. Men pod'ezd derazasidan qarayapman. Qaranglar, qanaqa go'zallik, tog'lar, manzara, bulut. Antalya taraflarda sovuq, nimagadir sovuq siklon kelyapti. Lekin Mersinda bugun +20 bo'ldi va dengizda biz cho'milayotgan insonlarni kuzatdik. Qadrli do'stlar, uzoqlashtirib mana sizlarga ko'rsataman. Men pod'ezddaman. Bu qurilish kompaniyasini juda ham hurmat qilaman. Nimaga? Ayashda ham proyektlarni ko'rsatdim sizlarga. Xudo xolasa gaz keladi Arpachda. Har doim buni aytaman. Уже hamma narsa tayyor. Mana xonadonga olib kirasizlar, gazi bo'ldi. Rayonga gaz kirib kelgandi. Nimaga yaqinda davomi? Chunki Erdemli rayonida уже gaz bor. Ketdik, xonadonni kuzatamiz. Qaranglar, qanaqa chiroyli lift. Bitta etajda bizda 2 ta lift bor. Bittasi gruzavoy, bittasi insonlar uchun. Qaranglar, qanaqa chiroyli lift. Sekin xonadonimizga kiramiz. Mana xonadonimizga ham kirib keldik. Bugun ko'ryapsizlarmi? Bu 60-70-kvartirani ham ko'rsatdim sizlarga boshqa proyektda. Mana chiroyli kirishi bor. Menga yoqadigan taraf yana mana o'zbeklar yaxshi ko'radi. O'zim ham o'zbekman. Alohida eshik bu yoqqa bor, alohida eshik bu yoqqa bor. Buni ham juda ham muhim, juda ham katta 3 ta eshikli kirish qismida shkafimiz bor. Mana domofon bor. Kirishdan chap tarafda vanna. Qaranglar kattaligini. Rakvina qismi, kir mashinaga mana tepasiga shkaf qildirib beraman davomi ko'p joyda. Bu yerda o'zini tayyor shkafi bor. Kir mashinani joyi, dushovoy kabina. Xohlamagan odam dush olib tashlab, bu yoqqa vanna qo'ysang bo'ladi. Joy bu narsaga to'g'ri keldi. Yuringlar, endi birinchi sizlarga yotoqxonani ko'rsataman. Mana kattaligini ko'ringlar. Bu kompaniya, qurilish kompaniyasi menga o'zini sifati bilan yoqadi. Juda ham mana batareyalar tayyor, ko'ryapsizlar, gaz kirib kelsa, texnik balkonimiz bor. Mana dengiz 300 metr atrofida uzoqlikda. Mana do'stlar, dengiz 9-qavatdaman. Teritoriyani u yog'iga katta balkondan ko'rsataman.
Mana chiroyli abo'y qilingan qurilish kompaniyasi tomonidan shkopimiz tayyor, juda ham chuqur shkop qilingan ekan. Mana o'zingizlarga ham ochib ko'rsataman. Mana pastlari tortma. Davodchiklari bilan qilingan. Bu ham juda muhim. Mana ko'ryapsizlar, men qo'yib yuboryapman. Eshiklarga e'tibor beringlar. Yuringlar endi. Mana kirish qismini ko'ringlar. Mana ko'ryapsizlar, bu yoqda ham eshik bor. Hozirgi turgan joyimda ham eshik bor. Endi oshxonaga kirib kelamiz. Patologlarga e'tibor beringlar do'stlar. Patologlarni оформленияsiga. Холодильник. Mana bu 3 tali troyka deymiz. Gazovая plita, duxovka, mana hammasi qurilish kompaniyasi tomonidan. Bu xonadon investordan, qurilish kompaniyasidan emas. Qurilish kompaniyasida allaqachon уже bu xonadonlar soni tugagan. Mana mehmonxona qismi, kattaligiga e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli abo'y qilingan. Patologga e'tibor beramiz. O'rtaga lustra qo'ysanglar bo'ldi. Batareya mana yana qo'yilgan va terrasaga chiqamiz. Terrasani kattaligiga qaranglar, mana bemalol jam ostekleniya qilib, bu yerda ovqatlanadigan joy qilsanglar bo'ladi. Biz 9-qavatdamiz. Mana oldinglarni hech narsa to'sayotgani yo'q do'stlar, e'tibor beringlar. Arpach Baxshish rayoni, mana dengiz. Mana hozir pastdan ham sizlarga territoriyani ko'rsataman, tepadan ko'rsatib o'taman. Basseyn, bolalar basseyni, akvagorka, besetka, mangalniy zona, bolalar o'yingohi, sport o'yingohi, mana hamma narsa bor. Bu yoqda ham bolalar o'ynaydigan joy bor, ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Bu tarafda ham bolalar o'ynaydigan joy bor va besetkalar soni ko'p. Oldi tarafida va orqa tarafida parkovka zona. Mana bu yoqdan kirib kelasizlar. Mana yuqoridan xona territoriyamizni, bog'imizni, tashqarimizni ko'rinishi. Do'stlar, savollar bo'lsa bemalol 63 ming yevro. Qimmat deyishinglar mumkin. Ha, 45 mingga ham bor, 48 mingga ham bor, 50 mingga ham bor. Bu застройщик o'zi kачествоsi, xonadonlarni kattaligi, ishlatilgan ishlari bilan baland. To'g'risini aytaman, 2022-23 yillarda bu proyektdan 75 ming, 80 mingga ham 1+1 xonadonlarni qurilish kompaniyasidan olishgan. Bu investordan, Katlavanda kirgan investordan 63 ming yevro. Arendaga zo'r joy, o'zi yashashga, dam olishga kelishga ham zo'r proyekt. Электрика в этой квартире фирмы Legrand, это европейский производитель, очень качественный. Вот. На это стоит обратить внимание, потому что здесь хорошо держится ток, большая защита от перепадов, от скачков. Вот. Это имеется в виду фазы? Не выбивает ничего. То есть в другом комплексе, в котором я живу, первым делом, когда мы купили квартиры, мы поменяли все вот эти автоматы на более качественные. Вот только хотела сказать, у меня вторичка, и я поменяла как минимум 3 вот таких вот этих. А вот эта одна штучка стоит 5000 лир. Я поменяла 3 таких вот ампера, и потому что у меня одна фаза, особенно на кухню, и она не выдерживала. Здесь вопросов никаких нет. Ну и даже найти вот это на самом деле тут сложновато. В этом плане застройщик молодец. И то, что здесь диоды, эти споты сделаны трехцветные. Холодный белый, теплый белый и теплый желтый свет. Ты регулируешь выключателями. То есть один раз нажал белый, второй раз нажал желтый, третий раз другой цвет. Это прикольно. И диодные ленты вокруг уже встроены. Вот это вот тоже недешево. Это да. А самое что... Вот это. Вот Я в мебели уже сколько я месяцев. нигде не встречал. Смотрите. Доводчики, да, я уже заметила. Вот этот, видите, это не деревяшка, это металл. И вот это как бы особенность, она намного долговечнее. Нет, вот это вот, оно чувствуется. Сам потому что фасад тоже лучше. я видела, перевидела, но вот это вот, когда потом начинают мыть или же чистить, я уже прихожу в гости к нашим, и они, знаешь, он такой шероховатость, и, во-первых, процветает, быстро процветает. Еще момент интересный, когда я снял эту квартиру, то есть вот сюда, по большому счету, нужна только кровать. Потому что у тебя комод, он уже Я открывала, там вот так вот вся рука заходит. Не, потому что у тебя комод, подвижный ящик. Очень удобно. Вот. И за 2 года сдачи квартир ничего не стерлось, ничего. Давайте по аренде. Сколько вы получаете за аренду тут?
Смотря какая аренда. Если долгосрок. Долгосрок сейчас 450. Да, Просто в Узбекистане просто много. А суточно сколько тут? От 45 евро. В сутки все. Просто это тоже очень такой. Этот комплекс Они, да, они получили же такие же документы. Там же как всякие. вояж. Я поняла. Вот, что очень важно. Как уже и сказала, sizlarga aytdim, sauna hammam bor. Hammam yopiq ekan. Mana saunani kattaligiga ham qaranglar. Mana yechinib kiyinish xonalari bor. Bu yopiq ekan hozir. Ha, вот ключи тут есть. Do'stlar, mana sport zalga e'tibor beringlar. Juda ham katta sport zal. Ayashda yaqinda men syomka qildim. Bu xuddi shu qurilish kompaniyasi. Kunlik arendaga litsenziyasi bor. 45 yevro hozirgi vaqtda. Hali sezon kirib kelgani yo'q. 45 yevrodan kunlik topshiraman bitta xonadonimda dedi. Bu uy egasini bu yerda 3 ta xonadoni bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Kunlik bitta xonadonimni 45 yevroga beraman dedi. Uzoq muddatliga, mana orqada parkovka bizda, uzoq muddatliga 450 yevrodan topshiraman dedi. Bu kirish qismi. Hozir sizlarni territoriya bilan ham aylantirib chiqaman. Mana kirishimiz. Bu yoqdan mashinada kirasizlar, kichkina eshikdan. O yoqda yayov kirasizlar. Mana qaranglar. Mana hozir men bu yoqda mana bolalarni o'yingohi bor. Men juda ham hurmat qilaman bu qurilish kompaniyasini. Hozir men shu investor tomonidan aytilgan so'zlarni ham men qo'yib ketaman. O'zingizlar eshitasizlar. Qanaqa elektrika qanaqa qo'yilgani va umuman xonadonni kачествосini mana o'zi og'zi bilan aytdi. O'zi ham shu yerda yashaydi, ham ikkita, uchta xonadoni bor ekan. Ikkitasi mana arendada, bittasi mana hozir sotuvga qo'yildi. Mana ko'rishingiz mumkin. Basseynni ozgina charchab qoldim, gapim chalkash-chulkash bo'lib qolishi mumkin, qadrli do'stlar, chunki ertalabdan beri obyektdaman, uni orasida o'zbekistonlik mehmonlarimiz bor, uy olishga kelishgan, ularga ko'rsatib, mana territoriyani o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Territoriyani o'zi qanaqa chiroyli, qaranglar. Mana mangalniy zona, dam olish zonalar. Hali territoriya tugagani yo'q, men hali yuribman. 63 ming yevro do'stlar, 63 ming. Aytib o'taman, 45 mingga ham bor, 50 mingga ham bor menda. Lekin hammasi narx va sifat. Shu esingizdan chiqmasin. Narx va sifat juda ham katta rol o'ynaydi. Daraxt qaranglar chiroyliligini. Go'zal. Mana juda ham landshafti bilan chiroyli ishlaydi bu qurilish kompaniyasi. O'zingizlar uchun, o'zim uchun eng yaxshisi deydigan insonlar bo'lsa, to'g'risi zo'r variant. 63 ming yevroga juda ham zo'r variant. Многие утверждают, это слишком дорого. 63 тысячи евро. Вот в таком вот классном комплексе. Да, возможно, это дорогая цена. Но, извините меня, за такое качество тоже нужно платить. Огромный спортзал. Вот прям огроменный спортзал. Для любого. Хотите йогой заниматься, хотите на тренажере. Все есть. Вот такой большой олимпийский бассейн. Детский бассейн, аквагорки. Смотрите, как красиво там. Территория еще не закончилась. Я вот еще гуляю по территории. Мангальные зоны, зоны отдыха. 2 больших площадки для деток. Вот такой вот у нас футбольное и баскетбольное поле. Смотрите, как красиво все оформил застройщик. Для себя любимой вот такой вот шикарной квартире можно. Do'stlar, mana men hozir yo'lga chiqdim. Mana dengiz. Mana shu yo'l to'g'ri sizlarni dengizga olib boradi. Bilmadim, 150 metrmi, 200 metrmi, to'g'ri yo'l dengizgacha. Mana atrofni ham ko'rsataman sizlarga. Bu yoq D400, katta yo'l, hamma transportniy sistema mana bu yoqda. Demak, 150 metr bu yoqda katta yo'ldasizlar va 150-200 metr dengiz. Mana bizning kompleksimiz.
judayam chiroyli yam-yashil kompleks. Do'stlar, 63 ming yevro. Menimcha, o'zingizlar solishtiringlar. To'g'ri, men sizlarga 45 mingga ham, 40 mingga ham topib beraman. Lekin aytganimdek, sifat va narx.